Yani bu asli imzanın maksidi dünya Uyghur Kurultayı'nın yok olsun ya biçit kılıtımız ya falan pokun emez. Qaram, dünya bu şu gapni yaxshi Kişiler şunda düşünüyordu da düşman ayağına o'sha 40 aram biz bu noktaki ekkagan bir yani yo'q qilamda degan o'xshash bir shaklda qarshi yaxshi. Bu nuqtani oldim, tamam, men shunga javob berayim. Mushani unutib qolibdi ekanman, o slaydga kirgizishni. Qarindoshlar, shuni tushuninglar. Dünya Uyghur mushu gapimni kesib taqib qo'yinglar, xalqning ba'zilarini g'ashlar deb aldab o'tibdi Dünya Uyghur Qurultayı. Dünya Uyghur Qurultayı Amerikadagi demokratlarning va G'arbdagi Wei Jinshin, Fu Shixiu, Wang Dan degan Xitoylarning ko'tarmachiligini qilishga davom qiladi ekan. Dünya Uyghur Qurultayı yo'qolib ketmaydi, xotirjam bo'linglar. Dünya Uyghur Qurultayı Jiang Jieshi 1949 Tayvanga Qashqar vaqtida asos solingan tashkilot bu. Gapning o'chirildi. Tamam. Shu chiqqan da'volar, ilqni-eslardan tortib, 49-yil Tayvanga Jiang Jieshi Qashqardan tortib Ashiyagacha shu tashkilotning tegini ko'chilsangiz Ashiyagacha apara olasiz nimasini. Shuning uchun bu tashkilot yo'qolib ketmaydi, xotirjam bo'linglar. Bu tashkilotga ega bo'ladigan Xitoy demokratlari va ular shu silab ko'tarib turib ming'izadigan yo'ldan Oqsaroyga Xitoy yo'q qilinmayotgan tashkilot biz qanday yo'q qilamiz ha? Ya'ni men dedim-ku, ikki taraf yo'q. 3-4 taraf bor. Buning birisi Xitoy kommunistlari va birisi Gomindangchi Xitoylar va bizning avtonomiyachilar va Sharq Turkiston mustaqilchilari va buni ayrimlar. Yalnız Xitoy bilan Uyg'ur deydigan shu yo'q. Buni ayrimlar. Yani Dünya Uyghur Qurultayı şu Wei Jinshin'da nazir Wei Jinshin biraz çandırıp koydu ya Twitter'da özünün qanday faşistligini, ama yeni münasebetini oluşu aldı bular. Wei Jinshin, Fu Shixiu, Wang Dan yana bizimi degan Xitoylarning ko'tarmachiligini qilishga davom qiladi ekan. Dünya Uyghur Qurultayı yo'qolib ketmaydi, xotirjam bo'linglar. Bizning maqsadimiz Dünya Uyghur Qurultayini o'rib etish, yangish narsa emas, o'rilmaydi u. Bizning maqsadimiz Dünya Uyghur Qurultayini o'tamayoqqa deb solga ishtirib qo'yib, hech qanday demokrat Xitoyning ko'tarmachiligini qilmaydigan, faqat va faqat Sharq Turkistonning manfaatini biladigan yana bir kuch chiqishi kerak. Endi sizlarga budaq programmada aziz qarindoshlarim, buni men o'tgan 20 yilning tarixini aytib berman. Batdi. Hozir meni tashlab qo'yay. Uyg'urlarni hech kim tonimaydi, Dünya Uyghur Qurultayı Uyg'urlarni dunyoga to'ntyapti degan yolg'on gap. Tamam. 91-yildan tortib hatta mustaqillik desak, u ishlar taqaldi, bu ishlar taqaldi deb erkinlik deganning bir nazmlari bor. Yolg'on gap. 91-yili O'rta Osiyo Turk Cumhuriyatlari qurilgandan tortib Sharq Turkiston masalasi, Sharq Turkiston qachon mustaqil bo'ldi, ishg'ol ostidagi Sharq Turkiston deb kun tartibga kelgan. 90-yillardagi gazetlarni o'qib beqinglar. Hatto shunday bir narsani berib qo'yay. 97-yili Bill Clinton Xitoy bilan kelishim tuzimiz deb Dünya Sovet Tashkilotiga kirdigan vaqtida Xitoyni majburlasa, Xitoylik unamagandan keyin Bill Clinton nima ish qilgan desangiz, aeroplan so'qib o'rayotgan Dünya Sovet binosi bormi? World Trade Center. Oshining oldiga Sharq Turkistonning bayrog'ini osqizgan Amerika. Xitoyga message, ya'ni sen buningga unamasang Sharq Turkiston masalasi bajumo tehid. Oshining dalillari bormi? Baba, men bu da programmada ajoyib narsalarni ko'rsatib qo'yman sizlarga. Ya'ni Sharq Turkistonning kaltigi, Sharq Turkiston ishg'ol ostidagi, yana birini deb qo'yay. Tunji bo'lib Amerika prezidenti bilan ko'rishgan Uyg'ur kim o? Sharq Turkistonlik kim o? Nima? Anvar Yusuf Turani. Anvar Yusuf Turani nima salohiyatini ko'rishgan shu vaqtida? Uyg'ur avtonomiya deb bu Turani atalışdan chiqibdimi unda? Avtonomiya Uyg'ur deb ko'rishganmi yo Sharq Turkiston deb ko'rishganmi? Sharq Turkiston nomida taqashmaydi ekan-ku. Shuning uchun bu narsa yolg'on qarindoshlar. Bizni aldab boshqa yoqqa aketgan ish bor. Men uni budaq programmada Sharq Turkiston masalasi 90-yillarda qanday kun tartibga keldi? Biz hatto bir amerikalik qizni maxsus izlab tuzdik. Bir amerikalik o'quvchi qiz maxsus mushuni izladi. Sharq Turkiston masalasi kun tartibga qanday kelgan?
ishg'ol ostidagi Sharq Occupied Nation deb kelgan, ishg'ol ostidagi besilingan ulus deb. 91-yildan 2011-yilgacha qanday o'zgartildi Uyg'ur davosiga? Bu da programmada men bütün isbatlarını gösterme qarindoshlar. Dava burib etilgan dava bu. Shunga Dunyo Uyg'ur qurultiyi abay deganimdek yuqorqi Xitoydagi ko'tamchilikni davomlashtirdi ekan, yo'qab ketmaydi ansirmanglar. Tamam, o Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlardan bekerek, yana boshqalarga bekerek kerak ular. Tamam? Buni tushunasizlar ki. Xo'sh.